Assalomu alaykum. Mana Buxoro shahar Namozgoh ko'chasida yana bitta uchastka. O'zi общий 3 ta uchastka sotiladi. Bu birinchi uchastka. Mana bu ikkinchi uchastka sotiladi, tayyor. Keyin ana u o'zi bundan oldin video qilganim 3-uchastka. 3 ta uchastka sotiladi. Hammasi 2,5 sotiq, narxi 110 mingdan. Kim agar olaman desa, ana 3 ta uchastka tayyor. Faqat fasad qilib ichlarini taxlash kerak. Mana o'zi ichini ham ko'rsataman. Bu ikkinchi uchastka, birinchisini bundan oldin qilgan videosini ko'rishingiz mumkin. Mana shunday kirganda mana bu yerda varota elektrichеский bu. Bemalol bitta mashina siqadi, ikkita mashina ham siqadi kerak bo'lsa, agar bu taraf agar ochiq bo'lsa, bu tarafga ham qo'ysa bo'ladi. Ana 2 etajli uchastka shkaturka qilib qo'yilgan fasad. Podvali ham bu. Mana o'zi lestsadan ko'tarilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu yerda bitta zal qilsa bo'ladi, katta. Hammasi pishiqishdan qilingan. Mana shu o'ng taraf. Chap tarafdan yana bitta katta uy bu. Keyin orqada ham ko'ramiz o'zi. Orqada kichkina ana shunaqa bitta joycha. Bu yerda ham masalan детский dvorcha qilsa bo'ladi bu yerda masalan bolalar uchun. Bu yerda ana lestnitsa. Tushamiz lestnitsadan. Bu yer уже yopiq. Mana shu bitta joy. Taylarni ham bilan shkaf qilib buni ideya qilsa bo'ladi ish qilib. Suv ketadigan turbasi ham bor. Agar yomg'ir yog'sa, bemalol suv to'planmaydi. Suv ketadi. Tak, bu birinchi etaj. Sonra o'zi ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Ham o'yna qo'yilgan, polni akva qilingan. Santexnika, keyin elektrika, shkaturka, pol, patolog qilib hammasini qilish kerak. Tayyor uy, o'zi kirib, remont qilib yashaydigan. Fundament hammasi tayyor, faqat remontlarni qilish kerak tamom. Mana o'zi bu tarafdan ham bitta oynasi bor, mana shu balkonga chiqadi bu ham. Mana bu uchastka, keyin bu uchastka ham sotiladi. Ikkita uchastka sotiladi. Ikkovi ham 2,5 sotiq. 110 ming, yana kelishadigan joyi bor. Namozgoh ko'chasi, bu Buxoroga Obilbanitsaga yaqin, perinatalga yaqin, bu taraf Uztelekom. Bu balkonchasi. Mana bu taraf ham uchastkalar qurilibdi. Qisqilib shig'ishdan qilingan zo'r uchastkachi. Kim taxlab yashayman desa, ana o'zim masalan fasad, o'zim olni qo'ygan, o'zim qilaman, shunaqa uchastka o'qtarib yurganlarga shu variant. Shkaturka qilib, remont qilib keyin yashasa bo'ladi, zo'r variant. Eng muhimi pishiqishdan qilingan, bu yaxshi. O'zi bu taraf ham bir chiqamiz. Bitta podvalni ham ko'rsataman hozir. Endi podval o'zi bitta. Podvalni ko'rsangiz bo'ladi. Biroz ko'rinibdimi? Mana podval. Katta podval ekan bu yerniki. Endi uzr, bu yerda lampochka ham yo'q, mana fonar ham yo'q. Mana bu yerda fonar asfishini qilibdi. Mana shu katta podval. Ichkarida yana bitta podvalcha bu. Mana bu ham katta podval ekan bu. Mana. Ikkita podval ham bor. Kim shunaqa uy yo'qtargan bo'lsa, kontaktlarni qoldirib ketaman. Bemalol telefon qilinglar. Yana kelishadigan joyi ham bor. Telefon qilib kelishib uyni xarid qilaman deganlar uchun. Yana aka
narxni tushirib beraman. Mana kelishlaydigan joy bor deyaptilar. Mana shunaqa uchastka. Eshiklarni ham zo'rdan qo'yganlar, yaxshi eshik. Og'ir. Shu eshikcha, mana shu uchastka. Mana bitta uchastka sotiladi, ikkita. Keyin yana birinchisi. Boshqa video olganim. Mana shu uchastka, uchovi ham bir xil narx. 2,5 sotiq 160 ming. Uchovi ham bir xil narx. Sotiq ham bir xil.